Davom etamiz ustono'ka joylardan. Xo'sh, bugungi manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida o'ziga keldik. Mebelimizni ko'ringlar. Xo'sh, xonaga tushgan. Domda biz 9 etajga domda 5-etajga chiqqanmiz. Nasib bo'lsa, xonani ko'ringlar. Mana shu xonaga mebelimizni sig'dirib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana bu spalnisini bir kishilik qilib berdik. Yonlar yerga tegib turadigan variantidan mana bu sizga bosh tomoni. Spalnisi yonimga ko'tariladigan variantidan to'liq obzorni YouTube'da ko'rishlaring mumkin. Mana bu sizga shkafi. Shkafi uzunasiga 180, balandligi 235, 240 chiqadini ko'ringlar. Da patolog deymiz-ku, patologgacha qilib berdik. Dom uchun ishoninglar, zo'r narsa bo'ladi. Mana ichlari oshxomoshlarni ham vakuumdan qilib berganmiz. Mana o'zi yopiladigan variantidan. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Mana bu ichki qismlari, ruchkachalar deysizmi, oynalar deysizmi, mana hamma narsasi bor ichida. Xo'sh, bir tarafi uzun kiyimlarga edi, bir taraf kalta kiyimlarga, o'rta kiyim taxlashga. Mana bu tremos bo'ladi. Tremosi ham uzunasiga 135, 140, balandligiga 185 atrofi chiqadi. Mana bu tortmasi. Mana bu yerda sizga sekretni joychasi. Bitta sekret ketdi. Mana bunisi ikkinchi sekret ketdi. Buni ham oshxomoshlar vakuumdan bo'ladi. Mana bu yerda yana sizga mana ochib ishlatishingiz uchun yana joy bor. Xo'sh, kim xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasiz. Pastda nomer qoldirganmiz. Jizzax sizlar Samarqandgacha ustonovka dastavka besplatniy. Telefon qilasizlar.